Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, assalatu vassalamu ala rasulillah ma ba'd. Barchamizga ma'lumki, bugun muborak Ramazon oyining oxirgi kuni, ertaga esa Ramazon hayiti nishonlanadi. Shu fursatdan foydalanib, sizlarni ham Ramazon hayiti bilan muborakbod etamiz. Lekin ayni bugungi kunda ko'plab ijtimoiy tarmoqlarda, o'zaro suhbatlarda Arafa kuni deb e'tirof etilyapti. Bu haqida bizga ham savollar tushyapti. Bugun haqiqiy Arafa kunimi? Bir-birimizni tabriklasak bo'ladimi? Hamma har xil gapiryapti. Bir xillar Arafa kuni desa, bir xillar yo'q, Arafa kuni emas. Bir xillar tabriklab yotibdi bir-birini. Bugun o'zi haqiqatda Arafa kunimi? Arafa kuni o'zi aslida qaysi kun deb aytayapti. Endi aziz birodarlar, Arafa nima degani o'zi? Arafa so'zi tanish, bilish kabi ma'nolarni anglatadi. Manbalarda bu haqda yetarlicha ma'lumotlar berilgan. Biz esa ularning ayrimlarini keltirib o'tmoqchimiz. Arafa kuni dinimiz komil etilgan. Ne'mat tugal qilingan kun. Arafa kuni Odam alayhisalom bilan Momo Havvo onamiz jannatdan yer yuziga tushirilgach, bir-birlarini topib tanishgan kun. Arafa kuni Alloh taolo ruhlarni yaratganida ruhlar bir-birini tanigan kun. Arafa kuni qurbonlik aniq bo'lgan kun. Yana bir marta aytib o'taman. Arafa kuni qurbonlik aniq bo'lgan kun. Yana Arafa kuni gunohlar kechiriladigan va jonlar do'zaxdan ozod etiladigan kun. Bu kun haqida ko'plab hadislar vorid bo'lgan. Bittasi bilan foydalanamiz xolos. Oysha onamiz radhiyallohu anhodan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Alloh taolo biron kun Arafa kunichalik ko'p bandani do'zaxdan ozod etmaydi. U yaqinlashib so'ng do'zaxdan ozod qilgan bandalari bilan farishtalar oldida faxrlanadi va ular nimani istashadi deb so'raydi deganlar. Muslim qilgan rivoyatlarda. Ana shu dalillardan kelib chiqib aytamizki, Qurbon hayitidan oldingi kun, ya'ni Zulhijja oyining 9-kuni haqiqiy Arafa kuni hisoblanadi, aziz birodarlar. Haqiqiy Arafa kuni bu Qurbon hayitidan bir kun oldingi kun haqiqiy Arafa kuni hisoblanadi. Bugun emas. Ro'za oyida, ya'ni Ramazon oyida Ramazon hayitidan bir kun oldingi, ya'ni bugungi kun Arafa kuni emas. Dalillarning hammasi Qurbon oyiga borib taqalyapti. Bizning tilimizga kelib tushib qolgan Qurbon oyi deymiz. Aslida Haj oyi, ya'ni Zulhijja oyi Qurbon namozidan bir kun oldingi kun bu Arafa kuni hisoblanadi. Hech qachon bugungi kun Arafa kun hisoblanmaydi. Aziz birodarlar, savollaringiz juda ko'pi shu haqida edi. Inshaalloh mana javob oldingiz. Vallohu a'lam bissavob.